Son. Voy. Nimaga mendan cherkayapsanmi? So'zimga qaynoq kuydiryapti. Siz kimlari bo'lasiz? Akasiman men. Ha, Alloh rahmat qilsin. Mabodo qarindosh urug', qo'shni og'ayni, qo'ni qo'shnilar ichida oldi berdilar bo'lsa, omonatlari bo'lsa, guvoh isbotlar bilan, hujjat bilan so'rab kelishsa, ado qilasiz. Tushunmadim. Bir savolim bor edi. Domla ukam shu adashib bir narsa chakib yuragi to'xtab qolibdi. Savol javob qanaqa bo'ladi? Alloh rahmat qilsin. Nima? Endi Xudoga havola. Savol javoblar ozgina og'ir bo'ladi. Xudo sabr bersin. To'xtanglar, kimdir meni eshitdi, iltimos. Kimdir eshitadimi yo'qmi? To'xtanglar. O'lganim yo'qku. Hey. Yaqinlari kim? Men akasiman. Tezsan teskari bo'lib, uni bilan kiraverasiz. Qabr ko'lanishi og'ir bo'ldi. Biror narsa bo'lsa ichkarida ko'rsa, aytarsiz. Bir nega qiyin bo'ladi ko'rishga? Mahkam. Yo'q, kirmayman qabrga. Kirmayman. Boshlardan keyin. Boshlardan keyin. Nega buyurib qolaman? Qo'rqaman. Mendan rozi bo'l ukam. Nimaga Ben rozi bo'l. Aka! Savol javobing oson bo'lsin ukam. Shuni so'rayman. Meni tashlab ketdi. Qani, sizdan shunday To'xtanglar. Iltimos. Eshtinglar.